charchadim. Nima bo'ldi? Charchadim. Hadi yaxshi. Davom etamiz. Mazza o'tyapti. Ha, yo'q. Tez bor, tez qayt. Ha, yo'q. Shang bormaysiz? Ha, shangdan keldi. Ilgari kursi bor, hozir bordi, uchib keldi. Ha, yo'q. Yaxshimisiz o'zi? Ha, yaxshi. Bo'ldi. Ovqat olib kelishdi, ertalab. Rostmi? Hozir ozgincha. Normalmi hozir? Ha, yaxshi. Zo'r. Basseynga borasizmi sizlar? Boramiz. Ha, yo'q. Boramiz. Hozir 4 marta kirib chiqdik. Yo'q. O'zi ovqat bormi, tasib ketgan? Anaqa turibdi, xonadonda. Xonadonda bo'lsa, yana qo'ying. Hamma narsa bor. Abdulla sirasi. Yo'q, ayttirdi, videoga olib tashlab bergan. Yaxshiman. Chaqirib bergan mana dedi. Nima o'zi? Anaqa gaplashib qoldim, hozir aytib qoldi. Surishga kirmaysiz bo'lmaydi. Kelmagan dedi. Ha, yo'q edi. Ozgincha. Ha, yo'q, yaxshi o'zingiz bo'ladi. Ha, yo'q, zo'r. Anaqa kerak, narsa kerak emas bu narsa. Aytsangiz, dori borchi. Yo'q. Topshiradigan. Yo'q. Bo'ldi, qo'ying. Agar anaqa qilsa yoki basseynga yaxshi olib qo'ysangiz, qaytishadi. Hozir anaqa tashlab qo'ydim. Tattariga. Mana bu yoqqa kelib, narsalarni tashlab, ana chochuv, anaqa narsa olish kerak. O'zinglar bilan chiqsanglar bo'ladi, okey? Noborum narsa o'z telefonga qo'ying yoki yozib qo'ying sirasi. Chaqirib olamiz dedi. Aytvaram, hozir Telegram kirmayapti-ku. Akamaysiz, o'zi anaqa qildi. Dichkaga qarab, yo'q, jahlim chiqib ketdi. Ha, yo'q, hozir qarang. Pastga chiqmaymi yoki? Yo'q, bo'ldi, yo'q. Hamma chiqib bo'ldi. Charchamayapti. O'zi aytsa qo'yaman. Ha, yozib. Sizlarga emas, просто ko'rsatdim, olganda.